Al-Xorazmiy ko'chasi va Xonqa ko'chasida xizmat olib borayotgan paytimizda tirik kilosinli avtomashina piyoda yurish joyida harakatlanib kelayotgan voyaga yetmagan fuqaroni urib yuborganiga guvohi bo'ldik va darhol fuqaroga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilib, shoshilinch tibbiy markazga olib kelindi. Soat 19:30larda patrul post xizmat xodimlari tomonidan bizga avtohalokat sababli tan jarohati olgan bemorni olib kelishdi. Bemorda bosh miya jarohati, peshona sohasi yetilgan jarohati va tanasida ko'plab shilingan jarohatlar borligi aniqlandi. Bemorga kerakli muolajalar qilindi va shoshilinch neyroxirurgiya o'tkazildi. Rahmat.